Assalomu alaykum vatandoshlar. Mustaqillik yo'lida izlanish programmamizning 81 soniga xush keldinglar. Bugun biz vaziyat va mulohiza degan temada hukumatimizning bosh ministri Abdulahad Nur Damollamni suhbatimizga iftixor bilan taklif qildik. Suhbatimizga xush keldilar Damollam efendim. Hoş bulduk. Rahmet. Rahmat. Bu programma bir necha qitim to'xtab qoldi. Bundan keyin yana davomlashtiramiz. Buningdan bir necha kun burun bizningki Cumhur raisimiz Məmtimin Əla əfəndim X-yə mundaq hikmətlərini qoyubdu ekan. Bu hikmətlərinki mənası nəhayət çuңqur olduğu üçün bu proqramının başlanışında şunu oxuyub ötəy dedim. Bol dedin, boldum. Sözlə dedin, sözlədim. Oylan dedin, oylandım. Hikmət dedin, dedin, şükləndim. Tüzbük dedin, tik durdum. Meni yaşlıvatqını ko'rganlarimga qayg'urish emas, ko'rdiganlarimdan ansirash emas, balki bütün ko'rguliklarimni to'liq qabul qilish. Dunyo zotidan razil, uningda yashadig'ini intayin oz sondagi insonlardagi yaxshilik. Bu yaxshilik razillikni to'liq yo'qotolmaydi, ammo bizning yashash irodamizni saqlashimizga yordam beradi. O'zini bilish hem pəsi müşkül, hem azaplık. Bu bilişning arif nuqtası bəkla qorqunuşluq və hətta bizni saran qılıb italaydı. Buningdan saq chiqalganlarla o'zi bo'lishning buyuk vazifasini tamomlaganlar bo'lib qoladi. Bir kunlari mag'lubiyatimni ko'ralishing mumkin, ammo sana bo'lgan cheksiz mansitmasligimni tasavvur qila olmaysan. Bu mansitmaslikda ruhimning ustunligi bor. Dal bizni tutib turgani bizning ruhimizning ustunligi. Bir vaqtlarda biz Xitoylarni Xitoy deydik, ashundaq ruhdan bizning ketmasligini ulug' ilohimdan davomli tilab turamiz. Marhamat Abdulahad Nur Damollam. Bir necha kun burun hukumatimiz X'da bayonot berib, dunyo musulmonlar jamiyatining yana bir qatim vatanimizga berib, Xitoylarga bildirgan g'alchiligini va Xitoyning bizga ilib berayotgan irqiy qirg'inchiligini yo'yishdek sharmandalarcha ish harakatini qattiq aybladi. Siz dunyo musulmonlar jamiyatining takror qilgan bu sharafsiz qilmishiga qanday baho berasiz? Siyosiy manfaatni chiqish qilib, zolimni do'st tutish musulmonlikqa yotamdi. Rahmet Cüret efendim. Bu sual yalnız biznilam emas, bütün dünyadaki Müslümanlara münasebetlik bir sual. Çünkü bunun cevabı bütün Müslümanlara qartılıdı. Gerçi bu neçə gün aldı da atalmış Dünya Müslümanlar Cemiyeti Xitayga ziyaret kılgan bolsumu, onu atalmış deyişimizin sebebi aşında məqsədlik, nişanlıq ortaya çıkarılgan bir teşkilat o. O dünyanın Müslümanlarına vekillik kılanmaydı, İslam'a hiç vekillik kılanmaydı. Çünkü bu məxluqların İslamiyet bilen, İslam ruhi bilen hiç qanday alakası yok. Alakası bolsaydı, zerre kadar imanı bolsa, bu haqda oylanırdı. Şunun için bularninki vatanimizga berib Xitoyning tapınının yalaşları hemmisi Xitoy urlashtirgan xalqarалық siyosiy o'yinning bir parçası. Bu Sharqiy Turkiston xalqiga 11 yilni yaqin yurgizilayotgan irqiy qirg'inchilik, 75-76 yilni yaqin elib berilayotgan istibdod va ishg'oliyat siyosatini oqlashdan boshqa hech narsa yaramaydi. Agar yarıdı deyishga to'g'ri kelsa, ashulning yanchiqig'i tushigan pul shuna deb baradi bu g'alchilar. Endi buningga to'g'ri tuzgun javob berish uchun dinimiz nima deydi, unga qarash lozim. Dinimizning hukmini e'lon qilishdan burun Uyg'urlar kim? Sharqiy Turkiston xalqi kim? Mavla yalab putini tapinni yalab kelayotgan Xitoy tajovuzchilari kim? Buni tushuntirishga to'g'ri keladi. Endi Sharqiy Turkiston xalqi bo'lish sifatimiz bilan Xitoyni biz tushunamiz. Uning birinchi numurliq dushman ekanligini,
insoniyat dushmani ekanligini biz Sharqiy Turkiston xalqi biz bilamiz. Ammo dunyo bilmaydi. Shuning uchun hamda bu savolga javob berish munosabati bilan biroz uzrab ketsimi javob ikki tarafni bir tunishtirib, ikki tarafni bir selishtirib faqat buningga Qur'on nima deydi, Alloh nima deydi, islom nima deydi shu vaqtda javob berib o'tib ketishni xohlayman men. Biroz vaqt uzoq ketishi mumkin. Shunday bo'lsa-mu davom qilaylik. Endi biz davomli Uyg'ur deymiz. Beshimizga irqiy qirg'inchilik qilayotgandan keyin Uyg'urlar deymiz. Bu Sharqiy Turkiston davosi. Shu Sharqiy Turkiston ishg'oliyatga tushib qolgandan keyin Uyg'urlarning beshiga mush ish kelyotidi. Sharqiy Turkiston xalqining beshiga mush ish kelyotidi. Endi bu Uyg'urlar o'sha bizning musulmon qarindoshlarimiz bilgilunmay, Xitoychisi Uyghur deb chet elchi atab turib olishlari. Hatto mush arab tilidan tortib butun musulmonlarda g'i harfi bor. Ba tu'simi o'zininki ilib-basida ba harfni talaffuz qilolmay, og'zi kelmay, masjidga berib Uyg'ur desak, Uyghur deb ashunday so'zlayotgan shu g'afil musulmonlarga o'zimizni tunishga majbur bo'ldik ekanmiz. Shuning uchun shu tunishtirishdan boshlaylik. Uyg'urlar degani, ya'ni biz O'rta Osiyoda yashaydigan turkiy millatlardan biri. 1000 yildan ko'proq vaqtdan beri musulmon bo'lib yashab kelayotgan bir xalq biz. Yangi musulmon bo'lib qolalik emas. Uyg'urlar madaniyat jihatdan ustun, Xitoydan ustun. Tarixiy jihatdan shonliq bir millat bo'lib, dunyo madaniyatiga, dunyo ma'arifiga alohida tuhfa qo'shgan bir millat biz. Ya'ni musulmonlar tarixida musulmonlarga jiq tuhfa qo'shgan bir millat biz. Uyg'urlar musulmonlarga xos bir madaniyatga, mu'minlarga munosib bir axloqqa ega xalq bo'lib, hech kimga zulm qilmagan tarixda va hech kimga zulm qilmaydigan bir xalq. Uyg'urlar musulmon xalq bo'lg'achqa, ma'arifimiz ishg'oliyatdan burun islomiy bir ma'arif edi. Bu nima bu yerda deymiz? Musulmonlar berib Xitoyning tapinini yalag'achqa, bizni satqachqa, islom dini nuqtasidan diniy javob bo'lg'achqa, shuning uchun deb qolyapmiz buni. Ishg'oliyatdan burun islomiy bir ma'arif edi bizning ma'arifimiz. Uyg'urlar Allohga iymon etgan, Muhammad alayhisolamga iymon etgan, Alloh rasulining halolini halol deb biladigan, haromlarini harom deb bilgan, Sharqiy Turkistonning har yeriga masjid bino qilgan, diniy madrasalar solgan, ta'lim tarbiyasini islomdan olgan bir xalq. Bular o'zini musulmon hisoblab, dunyo musulmonlarining vakili sifatida berib, islom nomidan setib kelgani bilan shular e'tiqod qilayotgan islom, biz e'tiqod qilayotgan islom shu bir islom shu. Uyg'ur xalqi islom diniga sodiq xalq. Uyg'urlarning do'sti Alloh, Allohning rasuli. Uyg'urlarning do'sti mu'min musulmonlar. Uyg'urlarning do'sti zolim bo'lmagan har qanday davlat. Uyg'urlarning do'sti zolim bo'lmagan har qanday insonni biz do'st deb qaraymiz. Uyg'urlarning nufusi hozir bizning taxminimizcha 40-45 million atrofida. Uyg'urlarning Alloh tarafidan meros qilib berilgan vatani Sharqiy Turkiston. Biz Sharqiy Turkiston desak, dunyoning hech qanday yerida mayli milliy qarindoshlarimiz bo'lsin, mayli diniy qarindoshlarimiz bo'lsin, digilinmaydi ekan. Hatto hozir Doğu Turkiston deydigan gapni tugab Turkiyada. Turklarmi Şinjan deydigan yerga yuzlandi. Bu shu sharafsizlikning, razolatning uchiga chiqqanligining ifodasi. Bizning davlatimiz 1,828,418 kvadrat kilometr deymiz. Shunda yo'g'on bir davlat. Türk dünyasida ikkinchi o'rindagi yo'g'on davlat. Dunyo bo'yicha hisoblagan vaqtimizda mana shu 10 nechiga keladi. Shunda cho'ng bir davlat.
Buni bilib olish uchun hamda tanshaydigan ulab qolib qolsa shu chet ellik musulmonlardan shu Sharqiy Turkistonning qo'shnilari shimolda Mong'oliya, Rossiya, g'arbiy shimolda Qozog'iston, g'arbda Qirg'iziston, Tojikiston, Afg'oniston, janubda Pokiston, Kashmir, Hindiston, Tibet, sharqda Xitoy. Mushunchalar jiq davlatlar bilan qo'shna biz. Bu qadar qo'shnilar ichida Uyg'urlarning dushmani birlam Xitoy tajovuzchilari. Nima uchun biz boshqa millatlarni dushman demaymiz, boshqa qo'shnilarimizni dushman demaymiz, faqatlam Xitoyni dushman deymiz? Chunki Xitoy 49-yili Sharqiy Turkistonni rasmiy bosib oldi. Shuningdan keyin boshqa Sharqiy Turkiston davlat amaldorlarini o'ltirdi. Andan jihad e'lon qilmasin deb ulamolarimizni o'ltirdi. Pul yordam berib qolmasin deb boylarimizni o'ltirdi. Normal insonlarning qo'lidan mol mulkini bulab tatib oldi, normal vatandoshlarning qo'lidanmi hech nimasini qo'ymadi. Diniy madaniyatimizga oid kitoblarni ko'ydiydi. Hatto Qur'on va hadis kitoblarini ham ko'ydiydi. Qur'on, hadis kitoblarini, diniy kitoblarini bu Xitoydan boshqa ko'ydiridan boshqa bir millat yo'qdi dunyoda. Yolg'iz emas, madaniyatimizga oid hamma kitoblarni ko'ydiryapti bizning madaniyatimizni yo'q qilish uchun. Chunki madaniyat yo'qolsa, millat yo'qolganligini biladi Xitoy. Diniy ma'ariflarimizni taqidi, o'rniga kommunizm maktablari ochdi. Masjidlarimizni chaqdi, o'rniga kommunizm lagerlari ochdi. Sharqiy Turkiston xalqini Allohga va Rasuliga ishonmaslikka chaqirdi, tashviq qildi butun davlat mexanizmlarida. Oxirida majburladi. Allohga, Allohning Rasuliga ishonmaysizlar, majburladi. Qarshi chiqqanlarni o'ldirdi. Allohning Rasulidan, islom dinidan voz kechishga zo'rladi. Qarshi chiqqanlarni yana o'tadi. Madaniyatimizdan voz kechishga zo'rladi. Qarshi chiqqanlarni yana o'tadi. Biz Uyg'ur musulmonlarga doir hamma narsadan voz kechishga zo'rladi. İnson o'ziga oid narsadan voz kechamdi? Voz kechmaydi. Shuning uchun qarshi chiqqanlarni, voz kechmaganlarni yana o'ldirdi. Mushunday qilib 1949-yildan hozirga qadar bizning cho'nglarimizning taxminiga asosan 30 milliondan ko'proq Sharqiy Turkiston musulmonlarini o'ldirdi. Qanday o'ldirdi? Qatliamlar bilan o'ldirdi. Virus yuqtirib kasal qilib o'tadi. Jigar kasali yuqtirdi, uvulabdi deb. Musulmonlar va yashayotgan yerlarda atom sinaq qilib o'ldirdi. 46-47 qatim atom sinaq qildi. Yaponiyaga atilgan atom bombalarining eg'ir vahshiy bombalarni biz musulmonlar yashayotgan bizning diyorlarimizga ekilib atdi Xitoy. Suiqasdlar bilan o'ldirdi rahbarlarimizni. Töhmet chaplash orqali turmuga solib, turmularda urib o'tadi. Planliq to'g'it deb nom berilgan qatlam siyosati bilan homila ayollarning qursog'ini yerish orqali onalarni kasal qilib o'tadi, bolalarni ukol silib o'tadi. Barning inqiloblar bakadan chiqmadi. Endi hozirgi kunga kelganda Xitoylar Sharqiy Turkistonni rasmiy holda jazo lagerlariga aylantirdi. Musulmon Sharqiy Turkiston xalqini qari yosh, ayol demasdan hammasini jazo lagerlariga solib, kommunizm tarbiyasi nomi ostida ularning badallarida ximiyalik va biologiyalik sinaqlar olib beryapti hozir. Hayvonning o'rnida bizning ma'u dinimizda hayvonga undaq sinaq qilish cheklangan bir dinning mensuplariga Xitoy mundaq sinaq qilyapti. Mundaq sinaq qilayotgan vahshiy dushmanning oldiga berib, bizning musulmon qarindoshlarimiz tapinni yalab kelyapti. Bu odatdagi bir jinoyat emasmi bu? Xitoylar bilan bizning aramizda hech qanday bir yaqinlik munosabatimiz yo'q. Balki bir millat yan-yonga yashab qolsa bir tuqqanchilik bo'lib qoladi-ku arada. Xitoy bilan bizning hech qanday yaqinlik, tuqqanchilik munosabatimiz yo'q. Yot bir millat. Xitoylar bizga nasab jihatdan yot maxluqot. Ular Xitoy ya'ni Yajuj Majuj irqidan. Biz Uyg'urlar Sharqiy Turkiston xalqi, turk xalqlar irqidan biz. Xitoylar bizga diniy jihatdan yot.
ular kommunist, ya'ni kommunist demak dinga qarshi degan gap. Ya'ni bizning islom dinimizga ideologiya jihatdan, aqida jihatdan qarshi, islom dushmani. Biz madaniyat jihatimi farqli Xitoydan. Biz islomiy madaniyatga bir halol haromni araymiz. Başqa insonlarga va boshqa dinlarga hurmat qilamiz. Xitoylar madaniyatga emas, balki hayvoniy xuy mijozlarga ega. Ular halol harom tunimaydi. Aldiga nima kelsa yeydi. Qurut qo'ng'iz, hasharotlarni, hatto insonlarni yeydi Xitoy. Xuy mijozi Yajuj Majujlarga o'xshaydi. Xitoylar pulga cho'qinadi, pulga ibodat qiladi. Pul uchun hamma ishchilikni qiladi. Xitoylar bizning birdan bir dushmanimiz bo'lgandek, Allohning dushmani. Chunki ular Allohga va rasuliga va islom diniga ishonmaslikni qilmay, Allohga, rasuliga, islom diniga va musulmonlarga dushmanlik qiladi. Musulmonlarni Allohning dinidan cheklaydi. Masalan, namozni cheklaydi, ro'zani cheklaydi, islomiy ibodatlarning hammasini cheklaydi ay musulmonlar. Ey Xitoyning tapinni yalayotgan musulmonlar, ma bizning islom dinimizda bizga buyurayotgan bütün buyruqlarni Xitoy cheklaydi. Hatto islomiy ismlarni cheklaydi. Shuning uchun Xitoylar Allohning birinchi numurlik dushmani deymiz. Islomning birinchi numurlik dushmani deymiz. Xitoylar birinchi numurlik kafir. Va nima kafir gapini qilamiz? Bizning da'voyimiz Sharqiy Turkiston da'vosi bir tuproq da'vosi, davlat da'vosi. Bu davoni deb turuluq va nima kafirning gapini qilamiz? Chunki bizni qo'llashga tegishlik bo'lgan musulmon qarindoshlarimiz o'zining dushmani bo'lgan, o'zining diniga, o'zining aqidasiga dushman bo'lgan bir kafirning tapinni yalag'anligi uchun aning kafirligini deb qo'yapmiz atalmış musulmonlarga. Chunki Xitoy hech qanday bir dinga ishonmaydi. Hamma dinga dushmanlik qiladi. Bu ma'noda aytganda Xitoylar insoniyatning birinchi numurlik dushmani. Yana Xitoylar birinchi numurlik zalim. Nima uchun shunday deymiz? Chunki ular ochko'z, hayvon mijoz, yovvoyi hayvonlardek vahshiy bo'lg'achqa, hamisha vahshiylikni yushirish uchun o'zining tabiatidagi yovvoyilikni yushirish uchun insonga o'xshash harakat qiladi. Davomli insonlarga chiroyli ko'rinishga tirishadi. Chunki ichida aldash bor-ku. Saxtipazlik. Saxtipazlikni yepish uchun chiroyli ko'rinishga tirishadi. Natijada aldangan insonlarga hujum qilib hamma narsani tatib oladi. Natija shu. Boshqa zolimlar boshqalarning davlatini so'mirish uchun besavasa, Xitoylar boshqa mamlakatlarni o'zining qilib olish uchun va u davlatlarning xalqini tamoman yo'q qilish uchun besib oladi. Sharqiy Turkiston mana buning eng go'zal o'rniki. Ey jallodiga oshiq bo'lgan qo'shnilar, milliy qarindoshlarimiz Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston, Tojikiston, Turkmaniston, Turkiya, Pokiston degan atrofimizdagi musulmon qo'shnilar, ey Xitoy oshiqlari, ey Xitoyga oshiq bo'lib qolgan musulmonlar, sizlarga xitob qilyapmiz. Men mazlum Sharqiy Turkiston sifatida sizlardek Xitoy oshiqlariga xitob qilyapmiz. Xitoylar boshda yordam qilish qiyofatida keladi mamlakatingizga. Boshda yordam qilgandek ko'rinadi. Sizning mamlakatingizga mablag' solgandek ko'rinadi. Zavod quradi, korxonalar ochadi. Ko'rinishda sizning davlatingizga yordam qilgandek ko'rinadi. Bu jarayonda para berish orqali, rushvat berish orqali yoki Xitoy qizlarini so'lab berish orqali sizning boshliqlaringizni qo'lga keltirdi. Ularni qo'lga keltirgandan keyin sizning davlatingizga bosmachi Xitoylarni ish sifatida yo'tkaydi. Xitoylar ko'paygan sari zavod korxonalarmi ko'paydi. Zavodlar ko'paygan sari Xitoylar ko'p pul topadi. Ko'p pul topgan sari sizning davlatdan ko'p boshliqlarni sotib oladi. Davlatingizda sotqinlar ko'paygan sari Xitoylar sizning davlatingizning patroniga aylanadi-da, texmi ko'p Xitoy yerlashtiradi. 20-30 yil o'tganda bir qaraysiz, hamma narsa Xitoylarning qo'lida. Siyosatmi,
iqtisodmi Xitoyning quliga o'tgan bo'ladi. Siz haqiqatni ko'rgandan keyin qarshi chiqsangiz, sizning davlatingiz sizni jazolaydi. Bir kun nüfus tenglashganda davlatingizning qo'lidan ketganini ochiq alamlar ichida his qilasiz. Ammo bekla kech qolgan bo'lasiz. U zaman xalqingiz qarshi chiqadi. Ammo Xitoylar va davlatingizning qo'rchoq amaldorlari xalqingizni qonliq bostiradi. Qatlam elib boradi. Buning misollari Sharqiy Turkiston, Tibet, Singapur qatorliq davlatlar. Xitoyga aldanganlikdan falaj holga tushib qolgan davlatlarning misoli Qozog'iston. Masalan, Qozog'iston 91-yili mustaqil bo'lgan bir davlat. Xitoy yo'q deyarlik. Hozir Xitoy qaynaydi. Shuning uchun Qozog'iston falaj holga tushib qolganlik. Bu misol bu Qozog'istonga o'xshash davlatlardan Qirg'izistonga o'xshash, Tojikistonga o'xshash, Pokistonga o'xshash. Xitoyga yaqinlashgan sari zaharlanib, zaiflab ketib bordi bu davlatlar. Demakki, Xitoylar bizga qanday tahdid olib kelgan bo'lsa, boshqa davlatlarga ham shundaqla o'xshash tahdid olib keladi. Hurmatli musulmonlar, Xitoy iymon nuqtasidan qarasak, biz iymon deymiz-ku, biz musulmon sifatida davomli iymonning gapini qilamiz. Iymon bek muhim deymiz. Iymon nuqtasidan qarasak, Xitoy birinchi nomerlik kafir. Adalet nuqtasidan qarasak, Xitoy birinchi nomerlik zolim, tajovuzchi bir davlat. Axloq nuqtasidan qarasak, Xitoy birinchi nomerlik xoin va ishonchsiz munofiq bir davlat. İctimai munosabat, insoniy aloqa nuqtasidan, insonparvarlik nuqtasidan qarasak, Xitoy tajovuzchi bo'lganligi uchun, shundaqla dinimizga, aqidamizga qarshi bo'lganligi uchun, islomiyatga dushman bo'lganligi uchun, musulmonlarni tuvan ko'radiganligi, islomga zahar deb qaraydiganligi, afyun deb qaraydiganligi uchun, umuman aytganda musulmonlarga va hatto butun insoniyatga zararlik bir ideologiyaga ega bo'lganligi uchun birinchi nomerlik insoniyat dushmani Xitoy. Shuning uchun Xitoy bilan do'st bo'lish, hamkorlashish, o'rtoq va sherik bo'lish, munosabat o'rnatish, strategik o'rtoq o'rnatish, muttafiq bo'lish turidagi va xarakterdagi har qanday munosabat bizdan islom dinimizda harom. Ey musulmonlar, harom. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Sure Nisa'nın 138. ve 139. ayetlerinde mundaqdaydı. Münafıklarga şu hakikatni ilan kılgın ki ularga cehennemde ağır ve eçinişlik azap vardır. Münafıklar şundak kişiler ki müminlerini taşlap koyup bir tarafta ularning dushmani bo'lgan kafirlarni sapdash, yo'ldosh tutadi. Allohning oyat so'zlari mana. Ey musulmonlar. Hurmatli musulmonlar. Shuning uchun Sharqiy Turkistonda Xitoyga qarshi jihad Sharqiy Turkistonda Xitoyga qarshi jihad qilish, vatanni qutqizish uchun sirtda, Sharqiy Turkistonning sirtida butun musulmonlar Xitoy tajovuzchiligiga qarshi birlik sap qurish hamma musulmonga farzayindir. Sharqiy Turkiston musulmonlarga demayotimiz bu yerda, dunyodagi butun musulmonlarga. Chunki Sharqiy Turkistondagi urush, ya'ni Sharqiy Turkiston da'vosi vatani tajovuz yo'li bilan tartib olingan Sharqiy Turkiston xalqi bilan tajovuzchi Xitoylar orasidagi bir haq-huquq urushidir. Ya'ni haq bilan batil orasidagi bir urushdir. Islom bilan kommunizm orasidagi bir urushdir. Aciz ve yetim tashlab etilgan musulmonlar bilan insoniyatning dushmani kommunistlar ve tajovuzchi Xitoylar orasidagi bir urushdir. Ahval bundaq ekan, Xitoyga yon bosib, Sharqiy Turkiston davosini atalmış terrorizmga bog'lash
islomga va musulmonlarga xoinlik qilganlikdir. Shundaqla Allohga va rasuliga qarshi urush e'lon qilganlikdir. Musulmonlarning Xitoy bilan tijorat qilishimi, tijoriy hamkorlashishimi, tijoriy o'rtoqligimi bizning islom dinimizga ko'ra haromdir. Alloh taolo Qur'oni Karimda Sura Niso 140-oyatda bunday deydi. Halbuki Allah sizlarga Qur'onda Allohning oyatlarining inkor qilinganligini, qarshi chiqilganligini va masxara qilinganligini, xalqqa yomon va tuvan ko'rsatilganligini anglagan chog'inglarda buningdan bu mazmundagi tashviqotdan voz kechib boshqa mazmunga o'tmagicha ular bilan birga o'ltirmanglar, suhbatdosh bo'lmanglar. Agar birga bo'lib qolsanglar, birga o'ltirib qolsanglar, sizlarmi shu kofirlar bilan o'xshash bo'lasizlar, munofiq hisoblanasizlar. Haqiqat shudurki, Alloh kofirlarni va munofiqlarni birga holda jahannamga to'plag'uchidir deb nozil qilgan tursa, ular musulmonlarni tashlab qo'yib, kofirlarni saptash tutib, kofirlardan izzat, manfaat tamom qilamdi ekan. Bu oyat qarindoshlar, hozir o'qitganim oyat. Xitoy tajovuzchilari, qarab boqinglar, Xitoy tajovuzchilari Allohni inkor qiladi, payg'ambarni inkor qiladi, islomni rad qiladi, islomni zaharlik afyon deb tashviq qiladi. Besilingan Sharqiy Turkistondagi musulmonlarni o'ltiradi. Allohning oyatlarini, musulmonlarni masxir qiladi, tuvan ko'radi. Musulmonlarni dindan qaytarishga kuchining biricha tirishadi. Yuqoridagi oyatda ular bilan birga o'ltirish va suhbatdosh bo'lish cheklangan yerda. Birga o'ltirish, suhbatdosh bo'lish bek oddiy gap-ku bizning ko'zimizda. Ular bilan o'ltirish, suhbatdosh bo'lish cheklangan yerda. Ular bilan do'st bo'lish, hamkorlashish, o'rtoqlashish, tijorat qilish, diplomatik munosabat o'rnatish qatorliq Xitoyga foydali har qanday munosabat va faoliyatlar albatta cheklangan bo'ladi. Shuning uchun musulmonlarning Xitoy bilan har qanday turda tijorat qilishi va munosabat o'rnatishi haromdir. Butun musulmonlarning Xitoyni boyqut qilishi, Xitoy mallariga embargo yurgizishi, Xitoy bilan har qanday munosabatni uzishi farzdir. Buni hozir biz boshqa davlatning musulmonlari, atalmish musulmonlari Xitoyning tapinini yalag'achqa buningga javob berish uchun ularga qartib so'zlaganimiz bilan, ey Sharqiy Turkiston xalqi, mushu hukm biz uchunmi kuchga ega? Bizmi oilamizni, o'z millatimizni, qavm qarindoshlarimizni o'ltirib vatanimizni tatib olib dunyo va oxiratligimizni tahlikaga uchirib Xitoy yana berib tuqqinimni ko'ramanmiki, umiki, bumiki deb Xitoyning tahdididan qo'rqib, yoki Xitoy beradigan manfaati deb Xitoyning chizib bergan yo'lidan mengib qolsak, o'xshash darajada Allohning dushmaniga aylanamiz. O'xshash darajada mush dunyoda qandoq vayron bo'lgan bo'lsa, hozir oxiratda jahannamga mahkum bo'lamiz, Sharqiy Turkistonlik qarindoshlar. Biz ma da'voning igisi sifatida biz texmi jiddiy, texmi hushyor bo'lishimiz lozim. Rahmat. Nihoyatda yaxshi tafsiliy so'zlab tushuntirib berdilar. Bu Mavo'ninki biroz uzab ketib qoldi. Taxmiyada Xitoyga qarshi turishning usullari bor. Vaga keldigan shulab qolsa, vaqt bo'lsa davom qilsak bo'ladi-da. Hozir vaqt qilib o'tadi. Qarindoshlar, mana bu vaqt bormi yo nima qilamizmi biroz? Marhamat. Marhamat, davomlashtirsin. Tamam. Endi Sharqiy Turkistonning ahvoli bu. Biz endi Sharqiy Turkiston ishg'ol ostiga tushib qolgandan keyin ta hozir qadar
bu cihatni qilib kelyapmiz o'zimizniki kuchimiz yetgan qadar. Shuningdan musulmonlardan so'raydiganimiz o'zimizning Sharqiy Turkistondagi musulmonlardan va sirtdagi musulmonlarga deb qo'ydiganimiz Sharqiy Turkistonda ikki saf bor. İki saf, ikkilam taraf bor. Biri tajovuzchi, qotil, jinoyatchi va islom dushmani Xitoy qarshimizda. Yana biri biz Sharqiy Turkiston xalqi. Kim biz? İbrahim alayhissalomning millatidan, Muhammad alayhissalomning ummatidan bo'lgan, dini islom, mu'minlarning qarindishi va turk irqidan bo'lgan Uyg'urlar. Uyg'urlar kim dedik ya? Aş hemmimiz çoğunadigan aş İbrahim alayhissalomning millati degan shu millatga mansubmizmi? Muhammad alayhissalomning ummatiga mansubmizmi? Biz Uyg'ur millati, Sharqiy Turkistondagi boshqa turkiy millatlar biz aş Muhammad alayhissalomning ummatidan. Bizga yordam qilganlik Muhammad alayhissalomga Allohga yordam qilganlik bo'ladi. Va yordam kelimasi faqatlam Qur'onda aşındaq o'tgachga aşındaq deyiladi. Bo'lmasa Allohning yordamiga ehtiyoji yo'q. Bütün Allah bizga farz qilgan ibodatlarning hammasi o'zimizning manfaatimizga bo'lganligi uchun Allah bizga kuyinib, o'zingga yordam qilsang, menga yordam qilsa deganligi uchun shunday so'zlaymiz. Sharqiy Turkiston xalqi Xitoyga qarshi turishda, Xitoyga qarshi urushda hozircha mag'lub bo'ldi. Hozircha. Xitoylarning esiriga aylanib qoldi hozir. Jihad qilishdan voz kechish harom bo'lganligi uchun. Biz mag'lub bo'ldik, hamda jihad qilmasak ham bo'ladi deb jihad qilish istiqbol boshqa amal bo'lmaganligi uchun insoniyatdan, xususan ey musulmonlar sizlardan yordam kutyapti. Sizlardan yordam kutyapmiz Sharqiy Turkiston xalqi. Sharqiy Turkiston davosi Uyg'urlardan va Sharqiy Turkiston xalqidan halqagan cho'ng tipdagi bir yo'g'on davo bo'lg'achqa bu davo bizga farz bo'lganidek dunyodagi bütün musulmonlarga farzdir. Bu davo bütün Türk dunyosiga, bütün arablarga, o'zini musulmon da'vatgan har qanday musulmonga farzdir. Bu davoni vatanimiz besilingandan beri qilib kelyapmiz. Ammo biz yolg'iz tashlab etilgachga hozircha mag'lub bo'ldik. Buningdan bizni tashlab etgan musulmonlar javobgarlikka tortiladi. Sharqiy Turkiston xalqining bu achinishli ahvolidan xabari yo'q insonlarmi bekli ko'p. Chunki Xitoylar vatanimiz Sharqiy Turkistonni besib olgandan tortib vatanimizga boshqa bir ism qo'yib, biz uchun yot bo'lgan yangi tuproq degan ma'nodagi Xinjiang degan yerkinishlik shum ismni xaritaga kirgizib, Sharqiy Turkistonni va Sharqiy Turkiston xalqini dunyodan ayirib etdi. Xitoy Birleşken Milletler Teşkilatı'daki 5 daimi a'zoning biri bo'lish fursatidan foydalanib ve Sovet komünistlerinin yardımına tayanıp bu kanunsuz xaritini dunyoga qabul qildi. Shuning uchun dunyo xaritalarida Sharqiy Turkiston xaritasini ko'rolmaysizlar ey musulmonlar. Shuning uchun butun dunyo Sharqiy Turkistonni va Uyg'ur qatorliq Sharqiy Turkiston xalqining ahvolini bilmaydi. Shuning uchun biz dunyoning hech bir davlatidan yoki hech bir xalqidan yordam olmayapmiz. Olmadik hozir qadar. Hozir qushur davriga kelganda bu achinishli ahvolimizni sizlarga dunyoga yetkazish va Xitoyni shikoyat qilish fursatiga ega bo'ldi. Bu fursatdan foydalanib musulmonlarga diniy qarindosh sifatida shuni e'lon qilamizki, Xitoyga qarshi jihad qilish biz Sharqiy Turkiston xalqiga farz bo'lgandek, butun dunyodagi musulmonlarga farzdir. Chunki Sharqiy Turkiston jihadi Uyg'urlardan, Sharqiy Turkiston xalqidan halqagan cho'ng bir jihad. Bu jihad bizga farz bo'lgandek, butun dunyo musulmonlarga farz. Endi
Xitoyning birinchi numurliq tajovuzchi zolim ekanligini ko'zda tutganimizda insoniyligini yo'qotmagan har qanday kishi va iymonini yo'qotmagan har qanday musulmon darhol Sharqiy Turkistonga yuzlanishi, turmalarga va nozik kamplarga mahkum qilingan, iffat nomusi dafsanda qilingan, diniy va insoniy erkinligi tatib olingan Sharqiy Turkiston xalqini qutqizishga atlanishi farz ayindir. Ey musulmonlar, qarindoshlarim, ey mu'minlar, qarindoshlar, uyqunglarni echinglar, ko'zinglarni echinglar, uyg'oninglar. Sharqiy Turkiston xalqiga yordam qilinglar. Qur'onning nurg'un oyatlarida bu haqda Allohning emr farmoni bor. Masalan, Sura Nisa 75-oyatda Alloh mundaq deydi: Ey mu'minlar, sizlarga nima bo'ldiki, Alloh yo'lida va kuchsizlikdan buzaq qilingan erlar, ayollar va bolalar yo'lida jihad qilmaysizlar. U buzaq qilinganlar, ey Rabbimiz, bizni hokimiyati zolim bo'lgan bu yurtning zulmidan qutqizib chiqargin. Bizga o'z qudratingdan egitarchilik qilg'uchi rahbar kuch chiqarib bergin. Va o'z qudratingdan bizga madadkor, qo'llig'ichi biror davlat chiqarib bergin deb duo qilyotdi. Qur'oni Karimdagi bu oyatni va boshqa jihat haqidagi oyatlarni Sharqiy Turkistonning amaliy ahvoliga va Xitoyning vahshiyligiga asoslanib tatbiqlagan chog'imizda jihatning hamma turi Xitoyga qarshi farzdir. Jihatning hamma turi deyishimizning sababi bizning dinimizda 4 turlik jihat var. Birinchi turligi qo'l bilan jihat qilish, ikkinchi turligi til bilan jihat qilish degandek. Masalan, boshdan kelsa qo'l bilan jihat qilish deganda bu Qur'onda jon bilan jihat qilish deb ataladi. Bu bevosita harbiy kuch bilan Xitoyga qarshi jihat qilish deganlik bo'ladi. Xitoyning birinchi numurliq zolim ekanligini ko'zda tutganimizda bu turdagi jihatni Sharqiy Turkiston xalqining kuchi yetmagachga butun musulmonlarga bu farz. Shuning uchun buni qo'l bilan jihat qilish deymiz. Ikkinchi jihat til bilan jihat qilish. Bu Xitoyga qarshi uchur urush qilish deganlik bo'lib, hozir Sharqiy Turkiston surgun hukumatining mush kanali hozir mana Xitoyga qarshi uchur urushi qilyapmiz. Qo'limizdan kelgancha. Bu farz, ibodat. Shunday qilsak Alloh savob beradi. Bu Sharqiy Turkistondagi zulmlarni ovozli yoki rasmlik anglatish. Butun Sharqiy Turkiston xalqiga bu vazifa. Sharqiy Turkistondagi tajovuzchilikni, zulmlarni tushuntirish. Xitoylarning ati beshirisini echib tashlash. Bu haqda uchur to'plab dunyoga anglatish. Har bir Sharqiy Turkistonlik kishi Xitoylar tarafidan beshiga kelgan zulmlarni dunyo jamoatchiligiga anglatishi, axborot organlariga xabar berishi, guvohlik berish faoliyatlari o'tkazishi, insonlarni, jamoatlarni va davlatlarni qoyil qilish orqali Xitoyga qarshi diplomatiya urushi olib berish. Natijada Xitoyga bosim solish orqali irqiy qirg'inchilikni va zulmni to'xtatish yoki yengillatish deganlikdir. Undaqda uchur urush qilish Sharqiy Turkistonliklar farz bo'lgandek, dunyo mediasiga xususan musulmonlar mediasiga farzdir. Musulmonlar mediasi Xitoyni danglab emas, Xitoyga qarshi harakat qilish kerak. Allah Teala Qur'oni Karimda Sura Nisa 148-oyatda zulmga qarshi uchur urush qilish haqida mundaq deydi. Zulmga uchrag'uchidan boshqa har qanday kishining oshkora yomon tashviqot qilishini Alloh yoqtirmaydi. Ammo zulmga uchrag'uchining, ya'ni mazlumlarning zolimdan shikoyat qilishini, zolimning zulmi haqida tashviqot qilishini va zolimni qog'ishini Allah yaxshi ko'radi. Allah mazlumning duosini va shikoyatini anglag'uchidir, zolimni va zolimning zulmini bilgichidir. Oyatlardan atlab o'tib ketganimizsak uzab ketib bordi yana. Yana bir oyat vakin atlab o'tib ketsak bo'lmagan. Alloh taolo Qur'oni Karimda mundaq deydi. Bismillahirrohmanirrohim. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillahi shuhada'a bil qist walau ala anfusikum
ila ahirlayı. Ayette mındaq deydi, iman etgan kişiler. Sizler guvalık berişte lillah bulanlar. Eğer bu guvalık sizlerinki zininliği bulup kalan takdirdim. Velev ala enfusikum. Üzerlerinin zinigi boğan takdirdim. Evil valideyni ve akrabin ya da ata-ananın zinigi bulup kalan takdirdim. Ya ki urug' tuqqanlaringlarning zinigi bulup kalan takdirdim. Emeli ahvalini uçuk dadil danglar. İyekun ganiyen ev fakiren. Eğer gani olsa, onundan korkmanglar. Fakir bulup kalsa, onu közge ilmaslik qilmay, nim bo'lgan bo'lsa, shuni uchiq danglar deydi. Bu oyatning mazmuni shu, qisqatda vaqtimizda. Biz mana Sharqiy Turkiston xalqi hozir shu ashunchalar zulmga uchrab turib, uchiq dadil guvohlik berolmayapmiz. Xitoyga qarshi tursam, Xitoyga qarshi sap tursam, ota-onamni apirib sulab qo'ydi, o'ltirib yutdi, uni qildi, tuqqanlarini buni qildi deb, vatanda esirga tushib qolgan tuqqanlarimizni deb ma kengri dunyoda amaliy ahvolni deb guvohlik berishdan ojiz bo'lyapmiz. Agar manda qilib qolsak, Xitoyninki kichikkina zulmini eskiligini deb da'vodan voz kechgan bo'lamiz. Allohning amri farmoniga qarshi ish qilgan bo'lamiz. Iymonimizni, islomiyatni, musulmonlik kimligimizni satgan bo'lamiz. Neticede nim bo'lamiz? Allah'ın g'azabiga uchraymiz. Allah'ın g'azabiga uchraganlar dunyoda halok bo'lganidek oxiratda jahannamga mahkum bo'ladi qarindoshlar. Oqibat bek ichinishlik. Ba'zilar o'ylaydi ekan, Xitoy zolim bo'lgandan ayandan tuqqanlarimizni qutqizishmi sabab ish deb. Agar tuqqanimizni qutqizish sabab ish bo'lib, zolimga bo'ysunish mashru bo'ladigan bo'lsa dinimizda, Mekke'deki muhacirlar Medine'ye hicret kılmagan bulattı. Aşılımı boysunsa yaşayalaydı şu anda. Şu Allah'ın emri fermanını da boysunmagaçka ölüm tehdidiga uçurdu. Şunun için hicret kılışıp doğru geldi. Medine'ye hicret kıldı. Ve de barlık gücünü toplap ahiriste uzun kalmaya gelip Mekke'ni azat kıldı. Hicret mandak buludu. Cihat mandak buludu. Musulmanlık mandak buludu. O zalim tosa, o düşman tosa anamni onu qilib etdi, dadamni bunu qilib etdi deb, ularning zulmidan qo'rqib, Allohning emri farmonlaridan voz kechganlik hem o'zimizga xiyonat, hem vatanga xiyonat, hem Alloh va Allohning rasuliga xiyonat, hem o'zimizning dunyoligimizni vayron qilganlik, hem oxiratga jahannamga mahkum bo'lganlik bilan tang. Müşahede to'xtashga majbur bo'lgandek turibmiz, chunki bek uzrab ketdi bu. Haqiqatan buni cho'ng bir dars olgan bo'ldik biz. Bu zolimga qarshi jihodning har qanaqini qilish kerak degan nuqtadan endi bu qatim dunyo musulmonlar jamiyatininki Sharqiy Turkistonga bog'ini amaliyotda bir xoinlik, harom bir qilmish, musulmonlarga insonlikqa qarta bir xil xiyonat. Mushta deb tushunsak bo'ladi. Chunki ular zolim bilan bir sap tutdi. O'zining qarindoshlari bo'lgan, o'zining dindoshlari bo'lgan bizlarninki qarshimizda turdi. Bu nurg'un misollar bilan, nurg'un oyatlar bilan bu savolni aytib yaxshi so'zlab berdilar. Hamda vaqt bir yerga yuribdi. Shu munosabat bilan biz hamda diniy aqidada inson ro'yiti va hayot uchun diniy aqidani bek alqiliq omil deb o'ylaymiz. Ammo biz real turmushimizda shaklan aqidachilikni bu gapda chiqdi. Shaklan aqidachilikni ko'ramiz va Xitoyning dinni suiiste'mol qilib bizga ijobiy obraz yaratayotganligini va obrazimizni xunuklaştirayotganligini ko'rib turibmiz. Hozirgi ahvolimizda asli chin diniy aqidamiz qanday bo'lsa to'g'ri bo'ldi. Javobni berib bo'lgan deb o'ylayman, ammo Xitoylar o'zining rangvozligi bilan bizga bir xil obraz yaratib beryapti. Lekin bizningki dinga aqida qilgan insonlarimiz bu shaklan. Agar shaklan bo'lmay haqiqiy bir aqida bo'lgan bo'lsa qanday bo'ladi?
Shuni bir qisqa so'zlab tushuntirib bersizlar bugun. Vaqt munosabatlar jiq qiladi. Rahmat. İslam aqidasi degan vaqtimizda islom tavhid aqidasi bilan kelgan bizga. Tavhid degan gap birlik aqidasi degan gap. Vahdat, vahdaniyat yıldızı chiqadi tavhid. Bu hakim mutlaqlikning Allohga xos ekanligiga ishonish va ash prinsip bo'yicha amal qilish deganlik bo'ldi. Shuning uchun Alloh yaratquchimiz, u bir. Bizni yaratdi, yo'qdan bor qildi bir. Bizni shu dunyoda yashayotganmiz shu Alloh. Ömür veriyotganmiz shu Alloh. Bizning yashash jarayonida hayot surish jarayonida bizga kerakli bo'lgan butun uzuq va yetarli materiallarni ta'minlayotgan Alloh. Allohdan ayrilish yo'q bo'lganga hisob. Shunday bir aqida bu. Unda bo'lgandan keyin bir musulmon Allohning emri farmonini tunuydi, boshqalarning emri farmonini tunumaydi. Masalan, Allah deydi-ki, ey musulmon, bana ibadet qil, mening emri farmonimni ijobet qil, ijro qil, seni dunyoda baxtli qilaman, oxiratda jannat bilan mukofotlayman, o'zimga muxotab qilib, o'zimning do'stiga aylantirman, abadiy yashaysan deb va'da beradi. Masalan, bizning qarshimizga Xitoy nima deydi? Allohga ishonmaysan, u xurofotlik, payg'ambarga ishonmaysan, u xurofotlik, islom bir zahar, bu afyun, buningdan voz kech, seni men baxtli yashayman, sotsializm soyasida, kommunizm soyasida baxtli bo'lasan deydi. Xitoy turma bilan, o'lim bilan tahdid qiladi. Alloh jahannam bilan tahdid qiladi. Mushundaq bir ahvol ostida bir musulmon Xitoydan qo'rqdim deb Xitoyning emri farmoni tarafga moyil bo'lgandan keyin, Xitoylar bilan sabdash bo'lgandan keyin, Sharqiy Turkiston davosiga osiylik qilgandan keyin Xitoyni Allohga sherik qo'shgan bo'ladi. Alloh sherik ibodatini hargiz afv qilmayman deb Qur'onda necha yerda degan. Unda bo'lgandan keyin agar Meli Sharqiy Turkiston musulmonlarining aqidamiz to'g'ri tuzgun bo'lsa edi, shaklvaz bo'lmay, shaklcha bir musulmon emas, haqiqiy musulmon bo'lsaqdi, zodi Xitoyga ishg'oliyat ostiga tushishimiz mumkin emasdi. Endi buni o'zimizning bo'shanligidan ishg'oliyat ostiga tushib qoldik deyli. Agar bizning sirtimizdagi boshqa musulmonlar shaklvaz bo'lmay, ular haqiqiy musulmon bo'lsa edi, hozirgidek yetim, hozirgidek mındaq bechora halqa biz tushib qolmaydik. Qo'limizdan tutilgan qarindoshlar chiqdi. Hozirgi dunyoda xalqlar shunday bir but ijod qildi. Real politik deydilar. Real politik deganda halqa nurg'unidan bilmagachga shunday deb bersa shunday bir mashru yo'l va o'xshaydi deb qaraydi. Amaliyotda bu kuchga ibodat qiladigan, kuchga cho'qinadigan bir yo'l. Masalan, bizningki milliy qarindoshlarimiz bor. Bizning kuchimiz bo'lmag'achqa, Xitoyning kuchi bo'lg'achqa, real politik deb Xitoyning safida turibdi. Nurg'un musulmon qarindoshlarimiz bor, musulmon jamoatlar bor, musulmon tashkilotlar bor, musulmon shaxslar bor, nurg'un musulmon boylar bor. Bizning kuch yo'qkan deb Xitoydan manfaatdanish uchun Xitoyning safida turibdi. Buni nima deb atavasin dunyo xalqi? Alloh qiyomatda bizni hisob chekkan vaqtida, bizni hisob tortgan vaqtida, ma dunyoning qonuni bilan hisob tortmaydi, o'zining qonuni bilan hisob tortadi. Allohning o'zining ma dunyoga yaratib qo'ygan adolat mezoni bor. Alloh o'zi tushirgan qonun bor, ilohiy qonun. Shu qonunda turib, axloq o'lchimini, adolat o'lchimini asos qilib turib hisob oladi bizni hisob olganda. Hergiz bu dunyoning qonuniyatlarini va davlatning qonunini asos qilib hisob olmaydi. Unda bo'lgandan keyin asosan bizni vayron qilayotgani o'zimizning shaklvozligimiz, musulmonlikdagi shaklvozlik, saxtakorlik, ikkiyuzlik. Sirtqi ko'rinishda musulmonda ko'ringanimiz bilan amaliyotga kelgan vaqtida hech nimaga yaramaydigan bir ahvol bor.
iman saxta. Mesela özümüzün içinde, özümüz Şarkı Türkistan halkı, fırası, özümüz Uygur turgulu. Bir işini kılaylı dese, mesela Şarkı Türkistan'ın müstakilliğini halamızla, halamamızla şunun avaz veringlar. Bunu biz halkaraga ilan kılaylı desek mi? Aşınıga yaramavattan milyon Uygur var Şarkı Türkistan'ın sırtında. Nime üçün kerek gelmeydi o Xitaydan korkudu. Xitayni Allah'a şerik keltügellik üçün Xitay kapılap qası bolmaydı o. Yoki men etrafımdaki Xitay kadrlari kapılap qası bolmaydı o. Xitayning galchilari kapılap qası 5-15 kilo deb satıdı o vatanni. Bir özünün göz qarashini, iradasini izhar qilishdan ojiz holatga kelib qolganlar. Bu ajizlik imanning ajizligidan, imanning saxtaligidan yoki hech imanning yo'qligidan derak beradi. Shuning uchun mayli bizning Sharqiy Turkistonlik musulmonlar bo'lsin, mayli sirtdagi musulmonlar bo'lsin, ahvolimiz bexatar. Shuning uchun buni deyishimning sababi nima degan vaqtda o'zimizni so'kab berish yoki sirtdagilarni so'kash maqsadim yo'q. Bunda bir vazifam yo'q. Demakchi bo'lganim, ey qarindoshlar, Sharqiy Turkiston xalqi, ahvolimiz shunday zaif. Biz shunday holatda dunyo ega chiqmayotdi. O'zimizga o'zimiz ega chiqishimiz lozim. O'zimizni o'zimiz qutuldimisak, Alloh tarafga o'tmasak, bizga ega chiqadiganlar chiqmaydi. To'g'ri tarafga kelinglar. To'g'ri tarafga kelaylik, Alloh tarafga, o'z da'voyimiz tarafga kelaylik. İnsanlık iradamizni izhor qilaylik demoqchi. İradalan bo'lsa insonda qilolmaydigan ish bo'lmaydi. İradamizni ishlataylik, Alloh bergan iradani axlatning o'rnida sestiv etmay ishlataylik demoqchi. Rahmat. Saxta musulmonlik haqiqatan bir xatarli ish ekan. Hozirgi javob. Ko'rinishda musulmondek turgan bilan amaliyotda aqidasi rost emas. Bunday ishni jiq ko'rib ketdik. Hem Xitoylarmi buni o'zininki matbuotlarda jiq foydalanib bizga oshqin musulmon shaklini ko'rsatganda qilgan bilan bu oshqin musulmon shaklida ko'ringanlar amaliyotda Xitoy oshiqlari. Bularda hech qanday bir musulmonlikninki aqidasi, tuyg'usi yo'q. Lekin Xitoylar bundan o'zininki tashviqotida ko'p foydalanib ketdi. Xuddi chet elga chiqib ketganning hammasi aqidasi kuchli musulmondek ko'rsatadi dunyoga. Lekin uningga bir terrorlik markasini chaplaydi. Endi o'zimizning insonlarga kelsak, xuddi sizlar degandek oddiy bir misolg'imi, masalan, Sharqiy Turkistonning mustaqilligiga imzo qo'ydigan ishqimi bir kuchlik yassisini qo'shamaydi. Musulmonlikning eng oddiy yo'lini aytmaganmaydi endi. Asli bizningki bugungi bu programmamizda boshqa savollarni tayyor qilgan edik. Ammo bizningki masalalarimiz bek murakkab bo'lgani uchun uningga nihoyat tafsiliy so'zlab tushuntirish to'g'ri kelgani uchun tomonlam nihoyat tafsiliy javob berib, undan keyin bizning hozirgi ahvolimizni diniy nuqtadan nihoyat yaxshi tushuntirib berdilar. Ko'pdan ko'p rahmat. Chunki bizningki hozirgi kelishimizda dinni to'liq tushunmaganimiz, bizga mushta tarbiya to'liq berilmagani uchun shaklan bilib olamiz dinni, amaliyotda tekka kiramaymiz. Nechqatdan hozirgacha bo'lgan programmalarda va o'zlari so'zlagan Ro'za Ramazon vaqtidagi nutqlarda nurg'un diniy bilim berdilar. Bundan biz ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Bugun ajratgan vaqtlar uchun ko'pdan ko'p rahmat. Programmamiz mushatigida hammalarning mushot xayrli bo'lsin. Alloh qilsin. Xayr qo'ysin. Alloh